2025-yilning yoz oylari Farg'ona shahrida qasddan sodir etilgan avtohalokat bir inson hayotiga zomin bo'lgandi. Shu yerda mojaro chiqib keldi. Gentra avtomashinasi bilan Li-9. Katta ko'chada arzimas sabab bilan ikki tanish avval biri ikkinchisini quvib, so'ng avtomashinasida qasddan urib ketgani aks etgan video tarmoqlarda tarqalgandi. Taqalatsam, ichkaridan shu chap qo'lida ko'tarib gapirgan joyi bor. Keyin musht bilan soldim. Jinoyat ishlari bo'yicha Yozyovon tuman sudida o'z tanishini qasddan o'ldirgan shaxsning jinoiy harakatlari qonunlar doirasida ko'rib chiqildi va jinoyat haqiqati oydinlashdi. Sudlanuvchi So'x tumanida tug'ilgan, Farg'ona shahrida yashab kelgan va shahardagi oliygohlardan birining 4-bosqich talabasi edi. Yoshi 33 da. Marhum bilan avvaldan tanish bo'lib, o'rtalarida o'zaro adovat bo'lgani keltiriladi sud materiallarida. Ma'lum bo'lishicha, sudlanuvchi tumandoshi bo'lgan marhum uning ukasi haqida noo'rin gaplar tarqatayotganini sabab qilib, ko'pdan beri uni qasddan o'ldirish maqsadini ko'ngliga tugib yurgan. Voqea sodir bo'lgan kuni soat taxminan 17:45 larda u o'zining boshqaruvida bo'lgan Lacetti avtomashinasida Farg'ona shahridagi O'zbekiston ovozi ko'chasida harakatlanib borib, o'zi bilan qarama-qarshi yo'nalishda avtomashinasida yo'l chetida to'xtab turgan tanishi jabrlanuvchining yaqiniga to'xtaydi va marhum o'tirgan avtomashinaga yaqinlashib, uning eshigini ochishga urinadi. Bu vaqtda marhum bir ko'ngilsizlikni ko'ngli sezgan avtomashina eshiklarini ichkaridan qulflab oladi. Bundan g'azablangan shaxs shu joyda pichoq bilan avtomashina chap old oynasini sindiradi va qo'lidagi sovuq qurol bilan jabrlanuvchini urishga urinadi. Marhum himoyalanish maqsadida haydovchi yon o'rindig'iga o'tib, mashinadan tushib voqea joyidan qochadi. Sudlanuvchi esa pichoq bilan uni quvlaydi, ammo yetolmaydi. Maqsadi uni qasddan o'ldirish bo'lgan shaxs qarama-qarshi tomonda turgan avtomashinasiga o'tirib, marhumning ortidan mashinasida quvib yetadi. Yuqori tezlikda haydab kelgan avtomashinasi bilan uni urib yuboradi. Hodisadan og'ir tan jarohati olgan jabrlanuvchi esa shifoxonada vafot etadi. Ular qo'ymadi. Bor, ketor, biz olib ketamiz deb turdim. 02:22 olib kelib mashinani qo'yib, doniyorlar Elyor yukladi mashinaga. Ular yukladi. Arab pulini yuklab bo'lgandan keyin men borib mashinaga Ko'cha tomosha maydoni emas, zo'rlik kuch bilan ham o'lchanmaydi. Arzimas sabab tufayli aqlni unutish xunuk oqibatlarga olib keladi. Bir tumanda qo'shni qishloqda tug'ilib ulg'ayganda ular ko'zi ko'ziga tushgan, begona emasdi bir-biriga. Biri qotil, ikkinchisi esa tiriklar orasida yo'q endi. Sud mazkur jinoyatni qonunlar doirasida ko'rib chiqib, uni qasddan sodir etilganini aniqladi. Sudlanuvchining aybi, to'plangan dalillar, guvohlar va xolislar ko'rsatmalari bilan to'liq isbotlandi. Jinoyat ishlari bo'yicha Yozyovon tuman sudining hukmi bilan sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-moddasining 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topildi. Unga ushbu modda bilan 14 yil 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasida jazo tayinlandi. Bundan tashqari sud hukmi bilan sudlanuvchi avval bir necha bor jinoyat sodir etib, tayinlangan jazo va berilgan imkoniyatdan to'g'ri xulosa qilmagani bois xavfli retsidivist sifatida topildi. Tayinlangan jazo esa maxsus tartibli koloniyalarda o'talishi belgilandi. Maftuna Mamasizikova, Abdulloh Rashidov, Ruxsor News informatsion dasturi uchun maxsus.